Alloh yaratgan eng go'zal giyoh, eng chiroyli giyoh, maqtovlarga sazovori. To'g'ri ko'rinishidan o'shami? Yo'q, o'rtoqlar, bu o'sha emas bu. O'rtoqlar, jigarni yangilovchi, terini go'zalligini qaytaruvchisi, jigarni tozalovchisi, jigarni og'irligini yo'qotuvchisi, uni yog'larini erituvchisini topdim do'stlarim. Hattoki quriganni ham quvvatini yo'qotmaganligi uchun, o'lmaganligi uchun o'lmas oddim nomini olgan do'stlar. Hattoki vitiligoga oq dog'i bor insonlar buni me'yorida ichganda, hattoki jigardanmi, buyrakdanmi, qayerda bo'lsa ham terisidan muammo kuzatilganda oq dog'lardan qutulgan insonlar ham mavjud hayotda do'stlarim. Bu shunaqangi mo'jizakor narsa. Shifo Allohdan. Sahrni me'yorlashtiradi. O't qopini yo'llarini butunlay ochadi. Jigarni yangilaydi. Qorindagi dam bo'lishni tuzatadi. Jigar, ko'krak, prostata bezi saratonida shifoli yordamchi haqiqiy kuch hisoblanadi o'rtoqlar. Homiladorlarga, emiziklilarga tavsiya qilinmaydi. Me'yori 10 kun. 5 kunlik tanaffus bilan har doim 10 kundan ichish mumkin do'stlarim. Buni ozginasini olasiz. Mana shunchasini olasizda 300 gram suvga 15 minutga damlab qo'yasiz. 2 ga bo'lasiz. 150 gramdan ertalab bomdodda, kechki shom payti iste'mol qilsangiz och qoringa inshaalloh siz niyatingizga yetasiz do'stlarim. Niyatni xolis qiling. Shifoni Allohdan so'rang. Xudo xohlasa sizga shifoi komilidan ato qiladi do'stlarim. O'lmas o'tdan foydalanamiz, kasal bo'lmaylar, hech qachon gazini bosinglar. Omad.